Korrupsiya davlatni parokandalikka olib keladigan illatlardan biridir. U bilan doimiy kurashilmasa, jamiyatda adolatsizlikning kuchayishiga, davlat boshqaruvida bir qancha muammolar yuzaga kelishiga, fuqarolar orasida davlat idoralariga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ana shunday salbiy oqibatlarning oldini olish maqsadida Navoiy shahridagi Do'stlik uyida nodavlat notijorat tashkilotlari uchun seminar tashkil etildi. Har bir davlat korrupsiya bilan kurashishda albatta dunyo hamjamiyatning tajribasidan foydalanadi. Korrupsiya davlat boshqaruvi samaradorligini pasaytiradi, iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi. Shuning uchun korrupsiyaga qarshi kurashishni kuchaytirish har qanday davlatning ustuvor vazifalaridan biridir. Bo'lib o'tgan mazkur seminarda ham korrupsiyaga qarshi Navoiy tajribasi, ya'ni viloyatdagi nodavlat notijorat tashkilotlarini faollashtirish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, yoshlar orasida korrupsiyaga qarshi psixologik madaniyatni shakllantirish masalalari ko'rib chiqildi. Jarayonlarda yil davomida yoshlarning korrupsiyaga bo'lgan murosasiz munosabatini o'rganish maqsadida umumta'lim maktablarida, oliy ta'lim muassasalari va belgilab olingan tuman hududlarda o'tkazilgan so'rovnomalar to'g'risida ham to'xtalib o'tildi. Viloyatimizdagi oliygohlarda, o'rta maxsus bilim yurtlarida yoshlarni korrupsiyaga munosabatini o'rganish, maishiy korrupsiyani oldini olishga takliflarni o'rganish. Bundan tashqari, bu aynan Navoiy tajribasiga kiradi. Bu 6 ta yo'nalishda birinchi o'rinda mahalliy davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlarini korrupsiyaga oldini olishdagi rolni oshirish, mahalla fuqarolar yig'inlarini jamoatchilik nazorati funksiyalaridan foydalangan holda korrupsiyani oldini olishdagi ularning ham rolini oshirish va uchinchi yo'nalishimiz o'sha mahalliy davlat organlari huzuridagi bugungi kunda murojaat qutilarini adolat va halollik qutilariga aylantirib, ularning reglamentini belgilab, o'sha jamoatchilik kengashlarini vakolatiga kiritish va keyingi masala yosh mutaxassislarda korrupsion xulq-atvorga nisbatan barqaror axloqiy pozitsiyani shakllantirish borasida ilmiy ishlanmalar olib borish. Hozir bugungi kunga qadar bu borada xalqaro maqolalar ham e'lon qildik. Hindistonda, Rossiyada va bu bo'yicha aynan Buxoro davlat universitetida doktorlik ishini ham olib boryapmiz. Oxirgi masala aynan mazkur yo'nalishda korrupsiyani oldini olishda xalqaro tajribani o'rganish. Albatta, har bir o'tkazilgan seminar, uchrashuvlardan ko'zlangan asosiy maqsad jamiyatda korrupsiyaga qarshi huquqiy madaniyatni shakllantirish va shu bilan birga xalqaro tajribalar orqali kelajak avlodga korrupsiyasiz jamiyatni shakllantirib berishdan iboratdir.